Siz qadrdonlarim bilan Toshkent viloyatining go'zal va betakror navqiron Nurafshon shahrida yana bir marta diydor ko'rishib turganimdan xursandman. Yaxshi bilasizlar, yaqingacha yurtimizda sanoat, turizm, servis, transport, logistika, investitsiya va eksport bo'yicha juda katta salohiyatga ega bo'lgan Toshkent viloyati ma'muriy markazi yo'q edi desak, bu ham haqiqat edi. Viloyat tashkilotlari yirik tibbiyot muassasalaridan boshlab hokimiyat binosigacha poytaxt hududida joylashgani aholini doim qiynab kelgani ham bor gap edi. Tarixan qisqa vaqt ichida sizlar bilan birgalikda Toshkent viloyatining ma'muriy markazi Nurafshon shahrini yangidan barpo etdik desak, bu ham haqiqat. Shaharda yangi O'zbekiston parki, vatanparvarlar bog'i, fidoyi o'zbek onasi Zulfiya Zakirovaga bag'ishlangan yodgorlik majmuasi, zamonaviy xiyobonlar, sun'iy ko'l, amfiteatr va favvoralar, keng yashil hududlar, velosiped va piyodalar yo'laklari qurib bitkazildi. Bu yerdagi har bir korxona, har bir ko'cha va bino, maydon va xiyobon serg'ayrat, mehnatkash va fidoyi viloyat ahli bilan birgalikdagi ishlarimiz natijasi desam, bu ham to'g'ri. Bugun Nurafshon shahri yangi O'zbekiston timsoli sifatida namoyon bo'lmoqda. Hech shubhasiz bu barchamizga cheksiz g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Yaxshi ma'lumki, Nurafshon so'zi nur sochuvchi, ziyo tarqatuvchi degan ma'no anglatadi. Demak, bu shahar nafaqat zamonaviy qiyofasi, balki taraqqiyoti, madaniyati, boshqaruvi va inson qadriga munosabati bilan ham atrofga nur taratishi kerak. Biz keyingi yillarda urbanizatsiya va shaharsozlik sohalarida katta tajriba to'pladik. 21-asr talablariga mos, xavfsiz, qulay va yuksak hayot sifatini ta'minlaydigan bunday zamonaviy shahar chindan ham noyob mega loyiha sifatida amalga oshirilmoqda. Bu juda katta mashaqqat, mehnat, sabr, toqat, eng katta narsa odamlarni shu istagini inobatga olib qilyapmiz. Nurafshon mamlakatimizda aqlli shahar modeli asosida barpo etilyapti. Bu yerda raqamli boshqaruv, madaniy maskanlar, intellektual transport, energiyani tejaydigan texnologiyalar va ekologik infratuzilma yagona va yaxlit tizim sifatida joriy etilmoqda. Barcha sa'y-harakatlarimiz bir maqsadga, ya'ni Nurafshon shahrini Toshkent viloyatining taraqqiyot drayveriga, viloyat aholisining faxr va iftixor